ko'pchilik mijozlarimiz bizani faqat qimmat uylar, qimmat uchastkalar qo'yadi deb bilishadi, lekin bizda unaqa emas. Arzon uylar ham chiqib qoladi. Ko'p emas, no bir chiqib qoladi. Agar arzonchiroq uy qidirayotgan bo'lsangiz ham kanalga podpisatsiya qilib qo'yishni unutmang. Bugun bizda bir xona tez gapirayotganim sababi tezroq obzor qilib bermoqchiman. Cho'zmasdan tez obzorni qilib beraman. 38 kvadrat, birinchi qavatda joylashgan. Alohida o'zini mana shunaqa kirishi qilib qo'yilgan. Devor tarafdan alohida kiradigan eshigimizni kirishimiz bilan balkon bo'lgan. Mana shu joyimizga okam chiroyli qilib oshxonani joylashtirib qo'yibdilar va shunda oshxonamizning yonida bo'lsa zalimizni ham ko'rayotganingizdek mebellarigacha qo'yib qo'yilgan. Texnikadan televizor, bu yoq tarafimizda bo'lsa xolodilniklarimizga tushib turibdi. Remonti yengil, gilam solingan, pardalar qilib qo'yilgan. Xullas kirib yashashingizga tayyor. Joylashgan joyiga keladigan bo'lsak, Mirzo Ulug'bek tumani, Severovostok taksiparkka shunda ro'parasidagi domdan yo'ldan ikkinchi liniya Nobodo ofis qilib qo'ysangiz ham bo'ladi, chunki kirishi alohida va birinchi qavatda joylashgan. Bu yerda bizning oshxonamiz bo'lgan. Okam aytdilarki, masjidga bitta kichkina spanli chursa bo'ladi Nobodosga yoki bemalol oshxonani bu yoqqa yana qaytib ko'chirib yuborsangiz bo'ladi. Xo'p, keyin yo'ligimizdan shunda o'tdik. Bu yerda bizani podyezdga chiqadigan eshigimizni o'rni turibdi, lekin gipsokarton bilan yopib qo'yibdilar. Eshigi bor, kalitlari bor. Bemalol xohlasangiz ochib yuborsangiz bo'ladi. Razdelniy qilingan bu sanuzelimiz shundoq yonida bo'lsa, bu yerda vannasi, mana bu kir mashinasini ham qo'yib qo'yibdilar. Okamlar juda yaxshi. Ya'ni tayyor, xullas kirib yashashga. Kirasiz, kiyimlarni olib kelasiz, bo'ldi. Mebellarimiz tayyor qilingan. Xullas bir xonali uy qidirib yurgan bo'lsangiz, kelib bitta ko'ring bu joyimizni. Qo'pol qilib aytadigan bo'lsa, bitta Xitoy mashinasini pulida 47 mingga hozir nima mashina beradi? Bunda olib qarasa Li 6 da. Li 6 olgan bo'larmidingiz yoki mana shunaqa investitsiya kiritib qo'ygan bo'larmidingiz? Telefon nomerlarini yozib qo'yaman. Ko'ring, 47 mingdan yana ozgina o'tib beraman deyaptilar okamlar. Tepasida u. Keling, ko'ring, yoqsa men o'zim harakat qilaman, yana tushirib berishga narxini. 47 mingga rostdan ham mashina olgandan ko'ra investitsiya kiritib qo'yganingiz yaxshi-da. Yoki 300-400 nari berisiga ijaraga bemalol topshirib qo'yasiz.